Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Moskva hech qanday sharoitda Ukrainadagi NATO qo'shinlarini qabul qilmaydi. Lavrov. Ukraina tinchlikka tayyor. Zelenskiy. Ukraina bo'yicha har qanday kelishuv AQSh emas, Rossiya shartlari asosida tuziladi. Kachasev. Endi to'p Rossiya maydonida. AQSh bosh diplomati. O'zbekiston aholisi bir asrda qanchaga ko'paydi? Tramp Zelenskiyni yana Oq uyga taklif qiladi. Moskva hech qanday sharoitda Ukrainadagi NATO qo'shinlarini qabul qilmaydi. Lavrov. Rossiya tomoni odamlar hayotini xavf ostiga qo'yadigan Ukraina inqirozi bo'yicha qanday qilib murosaga bormasliklarini biladi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov amerikalik blogerlar Andrew Napolitani, Larry Johnson va Mario Naufalga bergan intervyusida ma'lum qildi. Ushbu inqiroz kontekstida biz odamlarning hayotiga xavf tug'diradigan murosaga kelmaslik uchun nima qilish kerakligini bilamiz, dedi u suhbatda. Vazir ta'kidlagan Rossiya uchun ustuvor vazifa Kiyev rejimi o'z tarixidagi mahrum qilingan odamlarni qonunlar orqali himoya qilishdir. Shu bilan birga Moskva pozitsiyasiga shubha qilayotgan g'arb vakillari adashishda davom etishi mumkin, dedi Lavrov. Bizning vijdonimiz shaffof va musaffo. Biz uni kamdan kam ishlatganimiz uchun emas, balki ko'p marta kuyganimiz uchun, deb ta'kidladi Rossiya TV rahbari. Uning aytishicha, Ukraina 1991-yilgi chegaralarini saqlab qolgan bo'lardi, lekin Qrimsiz va Donbassning bir qismisiz. Agar uning rasmiylari hamkorlik qilib o'z tashabbuslarini amalga oshirganida chegaralarni saqlab qolish uchun Kiyev Minsk kelishuvlariga rioya qilishi kerak edi. AQSh NATOni tark etmaydi, garchi mamlakat prezidenti Donald Tramp ittifoq davlatlaridan Amerika himoyasini saqlab qolish uchun xarajatlarni oshirishni talab qilgan bo'lsa-da, deb hisoblaydi Lavrov. Amerikaliklar NATOni tark etadi deb o'ylamayman. Hech bo'lmaganda AQSh prezidenti Donald Tramp hech qachon bu sodir bo'lishi mumkinligiga ishora qilmagan. Ammo u ochiqchasiga aytdiki, agar NATOga a'zo davlatlar Qo'shma Shtatlar ularni himoya qilishini va ularga xavfsizlik kafolatlarini berishini istasa, kerak bo'lgan miqdorda to'lashi kerak. Qanchalik zarurligini muhokama qilish kerak. 2,5% yoki 5%, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Ukraina tinchlikka tayyor. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning 30 kunlik otash kesimi haqidagi taklifi ijobiy ekanini aytdi. Bu haqda o'zining 11-mart kuni kechki murojaatida so'z ochdi. AQSh Rossiyani ishontirishi kerak, shuning uchun biz tayyormiz. Agar ruslar rozi bo'lsa, sulh kuchga kiradi, dedi Zelenskiy AQSh va Ukraina delegatsiyalarining Saudiya Arabistonidagi uchrashuvi haqida gapirar ekan. Uchrashuvni ijobiy deb baholar ekan. Zelenskiy uchrashuv davomida tomonlar ko'plab muhim tafsilotlarni muhokama qilganini ta'kidladi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukraina urushida 30 kunlik sulh tuzilishini taklif qilgan. Ukraina bu taklifni qabul qiladi. Biz buni ijobiy deb hisoblaymiz. Biz shunday qadam tashlashga tayyormiz va AQSh Rossiyani ishontirishi kerak, dedi u. Zelenskiy agar sulhga erishilsa 30 kun ichida AQSh va boshqa ittifoqchilar bilan uchrashuvlar o'tkazilishi, Ukraina uchun xavfsizlik va barqaror tinchlikni kafolatlash uchun harakat qilinishi ta'kidlangan. Ukraina tinchlikka tayyor, Rossiya ham urushni tugatish uchun yoki davom ettirishga tayyorligini ko'rsatish kerak, deya xulosa qildi prezident. Ukraina bo'yicha har qanday kelishuv AQSh emas, Rossiya shartlari asosida tuziladi. Kasachev. Rossiya Federatsiyasi Kengashining Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi Konstantin Kachasev AQSh va Ukraina rasmiylari o'rtasida kelishilgan o't ochishni to'xtatish taklifiga izoh berib, har qanday kelishuv AQSh emas, Rossiya shartlari asosida bo'lishini aytdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi muzokaralarda AQSh Ukraina xavfsizligini qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini ma'lum qilgan. Bunga Ukraina AQShning Rossiya bilan mojarosida 30 kunlik o't ochishni to'xtatish taklifini qabul qilishi sabab bo'lgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio AQSh endi taklifni Rossiya qabul qilishi kerakligi, vakolat Moskvada ekanligini aytgan. Umidimiz shuki, rossiyaliklar imkon qadar tezroq ha deb javob berishadi. Shunda biz buning ikkinchi bosqichiga, ya'ni haqiqiy muzokaralarga o'ta olamiz, degan u. Rubioning aytishicha, AQSh imkon qadar tezroq ham Rossiya ham Ukraina bilan to'liq kelishuvni xohlaydi. Har kuni bu urush davom etmoqda, odamlar halok bo'lmoqda. Bu mojarodan har ikki tomon ham zarar ko'rmoqda, dedi u.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin tinchlik bitimini muhokama qilish uchun ochiqligini aytgan. Biroq u va uning diplomatlari o't ochishni to'xtatishga qarshi ekanliklari va Rossiyaning uzoq muddatli xavfsizligini ta'minlaydigan kelishuvga erishishlarini bir necha bor ta'kidlagan. Endi to'p Rossiya maydonida. AQSh bosh diplomati AQSh davlat kotibi Mark Rubio Ukrainaning o't ochishni to'xtatish taklifini Rossiya tomoniga yetkazilishlarini aytdi. Bu haqda u 1-mart kuni Saudiya Arabistonining Jidda shahrida AQSh va Ukraina delegatsiyalari o'rtasidagi muzokaralar yakunlanganidan keyin matbuot anjumanida ma'lum qildi. Rossiya Ukraina urushining borishini sharhlar ekan. Rubio bu urushning harbiy yechimi yo'q ekanini aytdi. U urushni tugatish va AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan qo'yilgan tinch maqsadni amalga oshirish yo'li muzokaralar orqali o'tishini ta'kidladi. Davlat kotibining so'zlariga ko'ra, bu aynan Tramp ko'rmoqchi bo'lgan ssenariy. Ammo biz muzokaralar olib borishimizdan oldin tomonlar bir-biriga qarata o'q uzishni bas qilishi kerak deydi u. Uning aytishicha, Ukraina bunga rozi, keyingi qadam buni Rossiya tomoniga yetkazish bo'ladi. Rubio Rossiya tomoniga Ukrainaning ijobiy nuqtai nazari bo'lgan o't ochishni to'xtatish taklifini yetkazishlarini aytdi. Umid qilamizki, ular ha deb javob berishadi. Endi to'p ruslar maydonida, dedi Rubio. O'zbekiston aholisi bir asrda qanchaga ko'paydi? O'zbekistonning doimiy aholisi soni 1920-yil 4,4 million kishini, joriy yil 1-yanvar holatida 37,5 million kishini tashkil etmoqda. Ya'ni 1920-yildan beri O'zbekistonda istiqomat qiluvchilar soni 33,1 million kishiga ko'paygan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Yillar kesimida O'zbekiston Respublikasining doimiy aholisi soni 1990-yil 20 million, 2010-yil 28 million, 2020-yil 33,9 million kishi, 2025-yil 37,5 million kishi. Ma'lumot uchun World Population Review statistikasiga ko'ra, ayni damda O'zbekiston aholisi soni bo'yicha dunyodagi 234 mamlakat orasida 43-o'rinni egallab turibdi. Tramp Zelenskiyni yana Oq uyga taklif qiladi. Donald Tramp Jiddadagi AQSh va Ukraina o'rtasidagi so'nggi muzokaralar bo'yicha izoh berayotgandi. Undan Ukraina prezidenti Zelenskiy Oq uyga qayta taklif qilinadimi deb so'rashdi va Tramp ha mutlaqo deb javob berdi. Shuningdek, u Rossiya va Ukraina o'rtasidagi jarayon to'liq o't ochishni to'xtatishga olib kelishiga umid bildirdi. Bu yerda biz to'liq o't ochishni to'xtatish haqida gapiryapmiz. Ukraina buni qabul qildi va umid qilamanki, Rossiya ham bu taklifni qabul qiladi. Bugun va ertaga ular bilan gaplashamiz va kelishuvga erishamiz degan umiddamiz. AQSh prezidenti Donald Tramp va Ukraina prezidenti Zelenskiy 28-fevral kuni avval kabinetda bo'lib o'tgan uchrashuvda kameralar oldida tortishdi. Keyinchalik e'lon qilingan qo'shma matbuot anjumani bekor qilindi. Zelenskiy Oq uyni yolg'iz qoldirdi va nodir qazilmalari bo'yicha bitim imzolanmadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.